Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun 5-3 daqiqasidan 4 qavatli binoning 4-qavatidan 2 xonali kvartira topib qo'yganmiz. Renterga keladigan bo'lsak, shundoqqina 5-3 metrni ro'parasidagi dom. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda bu yoqda katta, kengina koridor. Undan o'tganimizda bu yoq bitta xonamiz. Hozirgi kunda bu yoq studio formatda qilib qo'yilgan. Mana ko'rib turibsiz. Katta, keng, yaxshi holatda, remontlari ozgina eski, o'zingizni didingizga moslab chiroyli holatda remontlar qilib olsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafimiz balkon, balkonimiz 6x2. Bu oynalarimiz hammasi akfa romlardan foydalanilgan. Bu yoq tarafda shundoqqina kuxonniy mebellarni terib qo'ygan, kafellari terib qo'yilgan. Oladigan odam buni remontini o'zi didiga moslab chiroyli holatga keltirib qilib olsa bo'ladi. Undan o'tganimizda bu yoq tarafimizda 2 xona bo'lishiga qaramasdan tualet vannalari alohida joylashtirilgan. Kafellarni terib qo'ygan. Undan keyin yuvinish xonamiz. Yuvinish xonamiz ham mana ko'rib turibsiz, yaxshi holatda. Undan chiqqanimizda bu yoqda spalniy xonamiz. Spalniy xonamizni ham o'zingiz yaxshi holatga keltirib remont qilib olsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yoq taraf shundoqqina 5-3 metr, shundoqqina yonginasi. Bu yoqda magazin, bog'cha, maktab hammasi yon atrofda. Gaz, svet, suvdan umuman muammolari yo'q ekan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Remontlari o'rtacha holatda, yana o'zingiz didingizga moslab chiroyli holatga keltirib olsangiz bo'ladi. Bu uyimizning narxini egalari 26200 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Biz nomimizdan chiqsalaringiz yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Bu videoni 5-3 daqiqasidan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.